YouTube platformasida kuzatib borayotgan obunachilarga eng ertaki shaftoli Patagonia shaftoli bo'ladi. Obunachilar 3 yoshlik shaftoli. Daromad yer birinchidan, erta hosilga kirishi u ikki obunachilar. Ichki bozorga terib olib chiqsalaring 60 ming, 70 ming sotilyapti. Bitta daraxtdan necha kilo hosil bor, shuni yozib o'tinglar. Obunachilar muqarrarlar. Mana, hosil. 3 yoshida xuddi shunday bo'ldi. Kiloni yaqindan ko'rsatib. Mana. Obunachilarga eng zo'rini, birinchilik narsalarni biz tashashga harakat qilamiz. O'sha 91 660 7178 24 soat aloqada eng ertaki shaftoli Patagonia ko'chatlaridan bor. Zakaz qilib aloqaga chiqaverasizlar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, yangi qo'shilgan obunachilar bo'lsa kelinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.